Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Hop, umurtqa grijasi bugungi kundagi muammolardan bittasi. Ko'pchilik operatsiya qildirishga qo'rqadi bu narsani. Mani maslahatim, agar malakali xirurg bo'lsa, sizni operatsiyangizni безопасный, xavfsiz o'tkazib bera oladi. Endoskopda qilinsa bu operatsiya. Ko'plar og'rig'im qoladimi yoki bo'lmasa ko'plarni o'ylantiradigan narsa operatsiyadan keyin yana qaytib chiqarkan, retsidiv bo'larkan deydi. Bu operatsiyadan keyin qaytib chiqmasligi u ikkinchi darajali narsa. Operatsiya qilishdan asosiy maqsad sizga qanaqadir asorat berish emas. Operatsiya qilishdan maqsad nervni qutqarib qolish uchun qilinadi. Operatsiyaning asosiy maqsadi shu. Qaytib chiqmasligi, keyin nima bo'lishi u ikkinchi darajali narsa. Agar siz operatsiyadan keyin qaytib chiqishi mumkin yoki yana qaytarib qolsa nima bo'ladi degan o'ylar bilan operatsiya qildirmaydi yurgan bo'lsangiz, nervingiz o'lib qolsa, keyin operatsiya qilgan taqdirda ham sizga hech qanaqa yordam bera olmasligi mumkin. Bunaqa holatlarni juda ko'p ko'rganman, operatsiya qilib berganman. Tuzalgani tuzalib ketgan, tuzalmagani shu turishda qolib ketgan. Sizda ham xuddi shunaqa nerv asorat olmaydi, ishlamasdan qolmaydi deb hech kim garantiya bermaydi. O'shuning uchun sizda agar grija chiqdi, og'rig'ingiz kuchli bo'ldi, lecheniyamdan yordam bermayaptimi, bilingki, bitta nervingiz qattiq ezilib qolgan. Ikkilanmasdan, qo'rqmasdan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Operatsiyangizni xavfsiz o'tkazib beramiz.